Aziz muxlislar, kanalimizning detektiv asarlar ruknini qo'llab-quvvatlang. Sizning berajak ko'magingiz yangi detektiv asarlar zaxirasi tugamasligini va kunda yangi audio hikoya joylashimizni ta'minlaydi. Bank plastik kart raqami 9860 1604 4278 21 91. Tilavoldi Jo'rayev. Bozor dunyo. Qirqinchi bob. Dadam yaxshimi? So'radi Kanisa. Eshak, otdek, iljaydi O'ktanba. Eshagini parvarish qilib yuribdi-da, ish qilib, dedi yana. Aya, hech masxara qilishingiz qolmas ekanda. Masxara emas, bor gap-da bu, dedi O'ktanba. Yoshmassiz-ku axir. Qarimasman, pariyman, hihiladi O'ktanba. Mundoq to'g'ri gapiring, dedi yana Kanisa. Xo'p, seni ko'rsam yayrab ketaveraman-da qizim. To'g'risi, otang yaxshi. Akang, ukanglar mashinada yuring endi deb majbur qilishsa ham eshagida yuribdi. Eshagini to'qimlarini tillodan qilib olgan. Shum o'lgir parpi bor-u, o'rtancha akangni o'g'li. O'sha degin bir kuni eshakni egarini qoshiga pufak signal o'rnatib qo'yibdi. So'pi o'lgir ko'chada bolalarni to'plab, ergashtirib olib, signal chalib kuldirib ketyapti. O'lganim o'lib bo'ldi. Bu so'pi masxarani dastidan, dedi O'ktanba. Voy, qayoqdagi gaplarni topasiz-a? Dedi Kanisa. Rost, ishonmasang Abdulla Varzangdan so'ra, u ham ko'rdi, dedi. Hech Abdulla Varzang og'zidan tushmadi-da, dedi Kanisa. Nima desam, o'sha og'zimga kelaveradi-da, deb kuldi yana O'ktanba. Voy ayay. Voy keyin degin, qo'ni-qo'shnilar Abdulla Varzang. Aya, yana Abdulla Varzangmi? Ha, Abdulla Varzang, keyin qo'ni-qo'shnilar menga shundoq hashamatli uylariga eshak yarashadimi deb qulog'imga quyishdi. Otangni o'tirg'izib, qo'ying endi shu eshakni, yo'q qiling desam, eshagini avlod ajdodini gapirib ketsa degin. Hozirga mingan eshagini o'zi tug'dirganmish. Uning enasini buvisining buvisi tug'dirganmish. Endi bu yog'ini qara. Shuning uchun o'sha eshakni oti Buvishakmish. Uni onasini achasi tug'dirgani uchun Achashakmish. Uni buvasini buvasi tug'dirgani uchun Buvashakmish. Shunaqa deganida men ham bopladim. So'pi dedim. Bo'lmasa sizni tug'dirganingiz So'pshak bo'larkanda. O'zining gapiga o'zi xoxolab kulib yubordi. Kaniza ham kuldi. Kula-kula O'ktanba ko'zlarini ro'molining uchi bilan artdi. Keyin sal jiddiy tortib, shunaqa qilib yuribmiz-da qizim. Kulib, kuldirib, o'lib, o'ldirib. Shunaqa yashamasang ham bo'lmaydi qizim. Akalaringni ishlari yaxshi, yurishibdi. Ukang kira qilishni xo'p hadisini olgan. Sizlar bergan 10 ta mashinani sira tindirmaydi. Opangga gap yo'q. Bugun rayonni boshqaryapti. Qamchisidan qon tomadi, dedi O'ktanba. Aytganini qipti-da, dedi Kanisa. U bo'ladi-yu, qilmay qo'yarmidi? Aytyapman-ku, rayonda oyoqqa turgizyapti deb. Seniki bilan biznikiga yetkazaman deb uyam boshlab o'rgan. Pochchamchi? So'radi Kanisa. Pochchang ham yuribdi, tez-tez kasal, ming'illaydimi? Hali ham direktormi? Ha, o'lsa ham bo'sharmidi u. Aytmoqchi. Nasiba salomat vordi. U ham seni o'rtaga qo'yib, pochta-mochta, pensiya hammasini egallab oldi. Birovga gap bermay qo'ygan. Bu yoqda nabini kelini. Ko'zi shokosasidan chiqib, unga ham tish qayrab yuribdi. Bir kuni menga eshittirib, hali o'sha Kaniza podsholikdan ham tushib qolar, deydi. Orqasidan borib bir yulishib kelay. Tagi past bilan deb ketayotgandim. Oldimdan Abdulla Varzang chiqib qoldi. Shaytonga hay berdim, dedi O'ktanba. Og'zini Abdulla Varzang bilan emlagan, dedi o'ziga o'zi gapirgandek. Shunaqa bo'lib qolgan qizim, dedi O'ktanba. Abdulla Varzang, og'zini suvi keladi-ya, tavba. Hammani ham bitta armoni bo'lsin, dedi O'ktanba. O'lingga, dedi Kanisa. Abdulla Varzang o'lmasa, o'lmayman, yana xoxoladi O'ktanba. Keyin biroz xayol surdi va Samading qamoqxonada uylanib opti,
dedi. Nima? Ha, o'sha yerda bitta farrosh xotin bor ekan, o'zidan katta. O'shanga uylanib olganmish, dedi O'ktambi. Xayriyat, dedi Kaniza. Eng yomoni, dedi O'ktambi jiddiy tortib. Varzang, aya, yana varzangmi? Endi Kaniza o'zini tiyib tura olmadi. Oldi qochdi gaplardan to'ydi. To'xta, muhim gap, to'xtatdi uni O'ktambi. Uyingga kichkina o'g'lini uylayapti. Nima? Qoshlari chimirildi Kanizaning. Biroq tez asliga qaytdi. Uylasa uylar, menga nima? dedi. Qo'y, seni uying-ku axir. Nimaga bunaqa deysan? O'zim shu masalada keldim oldingga. Tek qo'ying. Bosh puti bilan berdim xosiyat puchuqqa o'sha uyni. Unday demaya, bir qora kuningga o'sha ham kerak, dedi O'ktambi. Kerakmas. Voy, unaqa dema, qizim. Aya, yaxshi niyat qiling, dedi Kaniza. Ha, endi aytaman-da, dedi O'ktambi. Buyurganga buyuradi, dedi Kaniza ham. To'g'ri-ku, hozir qishloqda ham hamma ushaganini uzaman deyapti. Uyda hujjati sening nomingdan ishqilib? Yo'q, yerni Samad olgan, o'shani nomida, dedi Kaniza. Uyda sen solding-ku axir. Kaniza javob bermadi. Eringdan so'rab boqchi. Aya, kerakmas, go'rimga olib ketarmidim, dedi Kaniza. Ahmad bor axir, dedi O'ktambi ham. Hamma itam-bitam Xudo bergan kunini ko'radi. Ha, to'g'ri aytasan. Oxiri taslim bo'ldi O'ktambi. Mana biz kim edik? Yurgan edik, xemiri yo'q, hamyonimizni shaldiratib. Senga berdi, hammamizga tatadi. Hammasi Xudodan. Bugun berganda ertaga olib qo'yyapti. Opam hovliqyapti ekanda, bundan chiqdi, dedi Kaniza. Nimaga shunaqada, nima ham deysan endi? Nimaga ham qurib ketsin? Odamlar nima deydi? Hovliqmay o'lgur. Pochchamga nima bor? Qariding, uyingda o'tir, bitingni terib, direktorlikka balo bormi shu yoshda? Nasiya o'lgurey, meni bir pul qilib yuribdi ekanda. Hammasini o'ylasang qizim. Kaniza onasining gapini bo'ldi. O'ylayman-da, nega o'ylamay? Nimaga o'ylaysan? Senga Xudo berib turibdi, hamisha bersin. Qishloqqa bormasang ham noming ulug' qizim. Hamma soyangga salom beradi. Meni aytgin, meni mahallada tovoq boshi bo'lib ketganman. Hamma menga maslahat soladi. So'pku signali bip desa, eshagi deb yurgani bilan boshimiz tovoqda. Ilgarigi raykom, hozirgi imom xatib Mingbolayev eshagini tushoviga ilashib, so'pi qilib yuribdi. Nimaga bunaqangi tajang, cho'rtkesar bo'lib qolding? Nima, biror gap bo'ldimi qizim? Xudo saqlasin, Tuf. Menga oson deb o'ylaysizmi, aya? dedi Kaniza. Ha, nima qildi qizim? Mundoq tushuntirib gapir. O'ktambi qiziga bu gapni tegmaydigan, yumshoq ohangda aytdi-da, xuddi javobini eshitishni xohlamagandek, gapni yana so'pining hangomasiga burdi. Eshagi o'lgur, hang bo'lib qoldi. Belini bukib, hangraydi xolos. Ana eshak oladigan payt keldi, deb dadang pitirchilab qoldi. Bir kuni degan, haligi Mingbolayev o'lgur, davangir kirib kelyapti. Hoy so'pi, eshak topilmayapti-yu. Erkak eshak qurib ketganmi deyman. Izlamagan yerim qolmadi, deydi. Menga ola ko'zlarini lo'q qilib. O'sha kuni tegirmon boshidan bitta xo'tik topib kelishdi. Qani endi uni so'pini eshagiga bo'yi yetsa. Bo'ldi hangoma, bo'ldi tomosha. Ikkovi o'lgur so'pi bilan Mingbolayev tizzasiga urib yotib qolguncha kuladi-ya. Kula Mingbolayev o'lgur nima deydi degin? So'pi, eshagingiz nechta tuqqan, dedi. Eshagini ikkita tuqqanini keragi yo'q. Birinchisi eshak bo'ladi xolos, dedi so'pi o'lgur. Buni ham enasi bitta tuqqan, dedi yana. Hali eshagingiz tug'maganmi? Tug'magan, dedi so'pi. Bitta tuqqan bo'lganda udli-shudli bo'lardi. Yotib qolguncha kuldi Mingbolayev o'lgur. Hech achchig'i chiqmaydigan dadangni bir achchig'i chiqdi. Mingbolaevga qarab, sizga o'xshagan bitta eshak kerak o'zi bunga, desa bo'ladimi? Yaxshi, Mingbolayev indamadi. Hazilga yo'yib qo'yaverdi. Mingbolaevni bir achchig'i chiqsa, dunyoni to'ntiradi-ya. Mingbolayev oyog'i og'rimaydimi? Tizzasiga urib lapanglab, otga qo'yamiz endi buni so'pi, otga qo'yamiz so'pi deb hazillashib chiqib ketdi. Uni tagdor gapiga so'pi tushunarmidi?
ishshayganicha kuzatib keldi. Aya, sizga so'pa bo'lsa ustidan kulsangiz bo'ldi, varzang bilan og'zingizni emlasangiz bo'ldi, boshqa ishingiz yo'q, dedi Kaniza jahli chiqib. Qo'y, undoq qilma qizim, ha bu dunyoni g'am tashvishidan so'pini hangomasi shirin. O'lsang ham kulib o'l qizim, g'amni padariga la'nat. O'ziga yuqtirmadi O'ktamba. Seni ko'rmaganimga ham qanchalar bo'lib ketdi. Ha bir hangomalashay deb keldim-da bolam, achchig'ing chiqmasin. Bo'pti, xo'p aya, to'g'ri qilasiz, yumshadi Kaniza. Ko'nglingda bir gap bormi deyman-da qizim, xavotir bilan so'radi O'ktamba. Yo'q, cho'rt kesdi Kaniza. Menda nima gap bo'lardi? Shaharda siqilib qolyapman shekilli, shu xolos. Voy, sira bundoq demaya qizim. Qishloqda yuzi qursin. Biz o'rgangan ekanmiz. Yuribmiz-da, tuproq bilan bitta bo'lib. Sen shukr qil, noshukur bo'lma. Xudo shukurli bandasini sevadi. Tuf. Ko'z tegmasin qizim. Uvali-juvali bo'lgin. Shaharda yursang ham, u yoqda hammani tiladasan. Voy bu, sen bo'laman deganlar ozmi? Nechtasi shaharga qochib ketyapti? Dedi O'ktamba. Aya, men ham o'zimga yarasha g'amim bor, dedi Kaniza. Voy, bu nima deganing? Angraydi O'ktamba. Qo'ying, siz eshitmang, men aytmay. Nima, tinchlikmish qilib qizim? Kaniza ko'ziga yosh oldi va shaharliklar juda g'alati, dedi ko'zlarini artgan bo'lib. To'rt devorning ichida o'tirishaveradi. Mahalla kuyi bir-biriga aralashmaydi. To'yga ham nomiga kirib chiqiladi. Kelin bo'lganimga shuncha bo'ldi. Bo'yimda yana homilam bor. Bu odamni na akasini taniyman, na ukasini. Dadalari og'ir yotibdi. Miq etib borib ko'raylik demaydi. Men istihola qilaman. Bularda qarindosh urug' bordi keldi degan narsa bo'lmas ekan. Yo, meni shunaqa chekkalatishadimi, bilmayman. 4 devor, 4 ta xizmatkor, bitta sal gaplashadigan doktorim bor xolos. Bu kishini og'izlarida tolqon. Ishga boradi, keladi, hayot shu, dedi. O'ktambining quvligi tutdi. Bolam, tur, yig'ishtir narsalaringni. Esimiz borida etagimizni yopaylik, olib ketaman, dedi. Kanizaning ko'zlari katta-katta ochildi. Bu gapga chinakam ishondimi, birdan qo'rqib ketdi. Hech qachon aya, javob qildi u. O'lsam o'lamanki, Mansur akamdan ajrab hech qayoqqa ketmayman, dedi. O'ktambi indamasada aniq nishonga urganini sezdi. Undoq bo'lsa, nimaga valdirayapsan? So'radi u. O'zim shundoq siqilib ketyapman, maqsadsiz so'zladi Kaniza. Qo'rqib ketyapman aya, xuddi Mansur akamdan ajrab qoladiganga o'xshayveraman. Yuragingdan rosa uribdi bolam. Ana shuda shunaqa bo'ladi. O'zining donoligidan quvonib ketdi O'ktambi. Borki hayotiy tajribasini ko'rsatib qo'yishga azm qildi. Ishq degani shunaqa bo'ladi. Varzang parzang deb meni ustimdan kulma. Biz sevgi deganni bilmaganmiz, ammo ishqni bilamiz. Ishq o'lgur bizni ham xo'p qiynagan. Sen hozir ana shunaqa yoshdasan. Bir payt opang o'lgur bir sevgan edi. Kimni degin? Ana shu direktor Mishqini. Ko'zi ko'r, qulog'i kar, soquv bo'lib olib, derazadan yo'lga termilib, ko'zini siydigini oqizgan edi. Bitta yarimta bolakay xat olib kirib, qo'liga tutqazardi. Indan keyin o'ziga kelardi, qancha o'lgur. Mana sevdiyam, tegdiyam, yetib borgan yeri shu bo'ldi. Bir-birini ko'rgani hozir ko'zi yo'q. Opang mudir bo'lib qolib, pochchangni o'ynagan ko'zi endi ko'r bo'ldi. Minib yuradigan mashinasini ham opang katta o'g'liga olib bergan. Shumtirab piyoda yuribdi bechara. Zo'rdiki tegirmon yurgizadi qizim. Sen ham zo'r bo'lib ol. Bo'yniga bo'yin turuq sol, yig'lab siqtab yurguncha, dedi O'ktambi. Voy ayay, siz nimalarni bilarkinsiz a? Nima bo'lmasa ohvoh qilasan? Ering xotin olaman deyaptimi? Yo'q, dedi Kaniza. Birinchisini olib kelaman deyaptimi? Yo'q. Nima bo'lmasa? O'zim ham bilmayman aya. Voy tentak. Poshsho oyim bo'lib atirni sepib o'tirsang-chi. Pul bo'lsa senda. Zeriksang bozor aylan, ko'ngling nimani ko'tarsa ol. Ering boyvachcha bo'lsa,
Shundayam sariqchaqang ketib davlating kam bo'lib qolmaydi. Menga hech balo kerakmas aya. Shu kishi sog' yursa bo'ldi, dedi Kaniza. Nima, kasal-pasalmi ering? Yo'q, qo'rqaman xolos. Ha, nimadan qo'rqasan, tentak? Xuddi ajrab qoladiganga o'xshayman. Tuf degin, og'zingga kelganini gapirmaya. Niyatni to'g'ri qil, dedi O'ktamba. Niyatim to'g'ri. O'lgunimcha shu kishini deyman. Menga mol mulki kerak emas, o'zi kerak. Shuning uchun qo'rqaman. Ko'cha-ko'yda, bozorda, qishloqlarda qancha och yupun yuribdi. Pul topishning qiyinchiligini o'zim ko'rdim-ku. Bu kishiga pul hazilakamiga keladi. Shundan qo'rqaman. Ish qilib, yaxshilik bilan, to'g'rilik bilan topyaptimikin deb. Qizim, jinni bo'lib qopsan. Xudo birovga qo'shqo'llab beradi, birovga misqollab berar ekan. Xudo sevgan banda ekan, beryapti. Xudo berishidan siqmasin. Ha, shukr qil, duo qil, namoz o'qi qizim. Xudoga yaqin bo'lay degin, yomonlarga insof tila. Erimga Xudo yor bo'lsin de. Sadqai Xudo, sadaqa ber. Mushkul kushot qil, atab xatma-patma o'qitib turgin. Ha, yomon ko'zlardan Xudoni o'zi asrasin. Uyda o'tirib siqilib qolsang, qishloqda ko'rgin kelayotgan bo'lsa, tagingda mashina-ku. Bormayman aya. Bormasang ham tuzik. Yana hamma tashvishi bilan senga osilishib oladi. Bizdan tashvish qilma. Fermerimiz yana kattalashib ketdi. Dadangni yonidagi fermerlar sinib tashlab qochishdi. Hokim ularni ham dadangga qo'shib berdi. O'zi qaralashib turibdi. Akalaringni cho'ldagi tarvuzlari ham zo'r bo'ldi. Oldini sotishib pul qilishib oldi. Qishkisini o'rab qo'yishdi. Katta akang bu yil qizi potmani chiqaradi. Kelin ayang ko'ynagiga sig'may, pishillab bozordan bu yoqqa kelmaydi. To'y qilib butun xo'ja hovuzni og'zini ochib qo'yaman deb yuribdi. Xudoga ming qatla shukr qizim. Endi kunam kech bo'ldi. Men qayta qolay, dedi O'ktamba. Yo'q, aya, bugun qolasiz, dedi Kaniza. Voy, qayoqda qolaman qizim? So'pini eshagi tug'adigan, ketiga chiroq bog'lab o'tiribdi. Meni qayta tug'ib qo'yganimni bilmagan dadang eshagiga gul taqyapti-yu hozir. Nima deyapsan? Oshni olib kelinglar, buyurdi Kaniza uzoqroqdan qarab turgan oqsochga. Osh keldi. Oshni ko'rgan O'ktamba, voy Kaniza, shuncha oshni qaytimga yeyman, dedi ko'ylagi yengini shimarib. Kelganimdan beri yeyaverib, tuxum yutgan ilonga o'xshab qoldimi? Tugunlar tayyormi? So'radi Kaniza oshni qo'yib chiqayotgan oqsochdan. Tayyor, dedi oqsoch. Ona bola oshni ko'p yeya olmadilar. Qo'lining yog'larini artarkan O'ktamba, Xudoga shukr, mana oshni ham yedik. Yetkizganiga shukr. Nevaralarimni ko'rdim, seni sog'ligingni bildim. Endi qani bir duo qilaylik, deb qo'l ko'tardi. Kanizani, xonadonni uzoq duo qildi. Kaniza onasiga beradiganini berib, tugunlarni mashinaga joylab, haydovchisi bilan jo'natib yubordi. Uyga endi kirgan ham ediki, telefon jiringladi. Go'shakni oldi. Undan Mansurning vazmin ovozi eshitildi. Dadam og'irlashib qopti. O'sha yoqqa ketyapman. O'zim telefon qilarman, dedi u. 41-bob. Nozimaning eng so'nggi tayanchi ham ketdi. Nabi Musayevich kuni kecha joyiga qo'yildi. Xabarni qo'ni-qo'shnilardan eshitgan Nozima anchagacha o'ziga kela olmadi. Mansurdan ajrab ketganiga shuncha vaqt bo'lgan esa-da, Nozima Nabi Musayevichni bir tayanch o'rnida ko'rib, unga ishonib yurgan ekan. Sovuq xabarni eshitgan zahoti dunyoda yolg'iz qolganini anglab yetdi. Yig'idan o'zini to'xtata olmadi. Oxiri ko'z yoshlari qurib, bir nuqtaga parishon tikildi. Nahot odam tirgaksiz yashay olmasa? Insonga odamning tafti, mehr, muruvvati shunchalik darkor ekanda. Mundoq o'ylab qarasa, Nozima haqiqatan ham yolg'iz ekan. Negadir shu topda Qodir Aliyevich ham xira tortib, juda olislashib ketdi. Demak, Nozima unga hali suyanmabdi. Hali hamon o'sha qadrdon eski chinorlarga suyanib yurgan ekan. Ulardan biri Nozima endi bildi, juda qadrdoni, mehriboni yo'q endi. Xabarni eshitib o'tirgan yerida bu adoqsiz musibatni daqiqalar sayin chuqur tuyayotgandi.
u bitta shu odamga kerak edi. Yoniga shuncha bormay, yaqinda oxiri borganda ham o'lim to'shagida yotgan Nabi Musayevich buni ochiq oydin namoyish etgandi. Kelinini ko'rib, endi tuzalib ketaman degandi. Sodda Nozima shunga ishongan ekan, ko'ngli tinch yurgan ekan. Mana endi u yo'q. U qo'shni xotin Halash bilan ta'ziyaga borib keldi. Ta'ziyadan so'ng hech o'ziga kelmadi. Bugun 3-kun. Na ko'ngli yoriydi, na tomog'idan namak o'tadi. Parishon, hamin qadar g'amdor. Uning bu holatini qizchalar ham sezishib, jiddiy tortishgan. Aylanib o'rgilib unga termiladilar, ko'ngliga boqadilar, moq etmaydilar. Tushmahal tovoqchada o'ralgan issiq somsa ko'tarib chiqqan Risolatxon ham uzoq o'tirmadi. Nozimaning hissiyoti unga o'tdi chog'i sharaqlabgina kirgan qo'shni g'am tortib chiqib ketdi. Nozima tuzukroq o'tiring ham demadi. Biroz keyinroq Arziyevna telefon qildi. U anchadan buyon sim qoqmagandi. Turmushidan zorlandi, arzdod qildi, keyin hazil-huzulga o'tdi. Nozimaning kayfiyati uning suhbatini tilamasdi. Hozir ko'ngliga chiroq yoqsa yorimasdi. To'g'ri kelgan nuqtaga tikilgancha dunyoning ishlarini xomchut qilishdan o'zga hech narsaga azmu toqati yetmayotgandi. Nega dunyoga keldi-yu, neni ko'rdi-yu, mundoq ishlar nega yuz beryapti? Aslida nima uchun yashab yuribdi kabi o'ylarning adog'i yo'qdek. Nabi Musayevichning har bitta gapi, bergan darslari, mehru oqibatlari, kuyukish, joniqishlari ko'z o'ngidan o'tar, shunday odam o'lganiga ishongisi kelmasdi. Qancha istamasin, Mansur gavdalanar. Ota-bola o'rtasidagi tuyacha farqlar, otaning jon fig'onligi-yu bolaning boqi beg'amligi qayta-qayta jonlanaverdi. Mana, endi ota yo'q. Hali tirnoqlariga zor bo'larsan senlar. Esida, bir gal Mansur ikkovlon Nabi Musayevichni hajga borishga ko'ndirmoqchi bo'lishgandi. Mansur yangi boy bo'lgan, zokir ko'tarila boshlagan payt. Mansur bilan Nozima professorni ko'ndirishga rosa urinishdi. Biroq uni yenga olishmadi. Oxirida professor gapni cho'rt kesdi. Ikkovingni ham yodingda bo'lsin, degan edi u o'shanda. Hajga faqat halol odam boradi. Men 70 yil halol yashadim deya olmayman. Zamonga boq, keyin nog'ora qoq. Chuldirvaqa boyvachchalar, degandi bir kesar domla. Shunda Nozima bilmay, hamma ham boryapti-yu dada, deb yubordi. Javob esa, ular u yoqdan ham urib qolay deyishyapti, shunga shoshilishyapti-da, dedi. Voy domlajoni, joyingizda tinch yoting otajonim, birgina mehribonim. Nozima pichirlab yig'lay boshladi. Yig'i aralash miyasida turli fikrlar g'ujg'on o'ynardi. Nega yaxshi odamlar o'lib ketaveradi? Yaxshilar abadiy yashaganda, yomonlar yaxshilanardi. Dunyo yaxshilarga to'la bo'lardi. Domla odam bo'lish yaxshi bo'lish derdi. Bu uning har bir darsida aytadigan kundalik shiori edi. Yaxshi o'qimagan yomon bo'ladi derdi. Talabalar ichida Nabi Musayevichdan o'tsang, institutni bitirasan degan gap yurardi. Shunaqa odam edi, rahmatli. Mansur ham o'lib tolib o'zini majbur qilib domlaning darslarini o'qir edi. Shunga tayyorlanardi xolos. O'shanda domla o'g'liga 3 dan boshqa bahoni ravo ko'rmadi. Nozimadan so'rab-so'ramay 5 qo'yardi, maqtardi. Bu qiz odam bo'ladi derdi. Sho'rlik domla. Nozima kelin bo'lishini bilganida biram quvongan ediki, mana bizning oiladan endi izdoshim chiqadi, yiqqan bor bisotim, kitoblarimni qoldiradigan shogirdim bor deya quvongandi bechora. Mana Nozima nima qildi? Na odam bo'ldi, na olima. Mansurning yo'rig'iga yurdi, uyda pul sanab o'tirdi. O'tirdingmi? O'tirding. Mana yetgan oqibating, sarson sargardonsan. Boylik baxt keltirmas ekanmi? Boylik bugun seniki, ertaga birovniki. Domla aytgan yo'ldan yurganingda balki bunday bo'lmasmidi? Mana endi chor tarafing qibla, baxt qarosan. Ming yig'la, qani foydasi chiqarmikan? O'shanda Mansurga qo'shilishib, pul hamma narsani hal qiladi deb o'ylading. Noto'g'rimi? O'zingni aldab nima qilasan? Bir kuni odam shabandaliging tutib, Mansurga ota ham g'animat, pulimiz bor, sayohat-payohat qildiraylik.
yaxshi joylarda dam olsinlar deding. U shu odam gapga kiradimi deya tirqishlik qildi. Sen keksarib qolyapti, kasal pasalga chalinmay deyishing bilan u pul har qanday kasalni tuzatadi, tashvish qilma dedi. Sen ishonding. Qani, pul endi u kishini go'rdan qaytarsin-chi. Zeboning aytishiga qaraganda o'sha puldor tuzuk quruq xabar ham olmabdi-yu. Nozima o'zini so'kishga tayyor edi. Chunki azaga borib ham azador xotinlar ichida kanizani qidirdi. Darvozadan kirib chiqib ketayotib, Mansurga ko'zim tusharmikan deb javdiradi. Nega? Hozir o'zi javob topolmaydi. Ich etini o'yishdan boshqa chorasi yo'q. Nechun axir? Bundaysan dunyo. Odamni boshiga nechun g'avg'o solasan xolos. Nega boy ham g'amdor, kambag'al ham. Keyingi paytlarda Nozima birorta sho'x-shodon odamni ko'rmadi. Mahalladoshlari, qo'ni-qo'shnisi faqat g'am tashvishdan gapiradi. Hammaga pul yetmaydi. Boylarga-ku umuman pul yetmaydi. Nega? Yoki dunyo o'zi shundoq tuzilganmi? Hamma joyda tortish, uzish. Bundoq g'amsiz odamning o'zi yo'q. Nega? Baribir yashab, o'lib ketarkansan. Dunyoning g'amini orqalab nima qilasan? Bir to'g'ram nonga, yarim ko'sa yovg'onga qorning to'yadi-ku. Nozimaning xayoli bo'lindi. Tashqarida chaka vovulladi. Kimdir kelganga o'xshardi. U o'rnidan turib ulgurmay ayvon eshigi ochildi. Qodir Aliyevich keldi. Qo'lida sumka xaltalar ko'targancha. "Assalomu alaykum azizlarim", dedi u va qo'lidagilarni so'riga qo'yib, intilgan qizchasini quchdi. Ichkaridan katta qizchas chiqdi. Eshik oldida unga yaqin kelmay turib qoldi. Allaqachon begona bo'lib qopmiz-ku, dadasining ovozi eshitildi. Ichkariga shoshilgan Nozimaning ortidan. U o'zini tuzatib Qodir Aliyevichning istiqboliga chiqqanda kurtkasini yechmagan ota hamon qizchalari bilan diydorlashardi. Nozima bilan juda iliq, minnatdorona ko'rishdi. "Yaxshiyam sizlar borsizlar azizlarim", dedi u yana. "Sovqotibsiz", dedi bo'yniga osilib olgan Gulnoza. "Tashqari biram sovuqki, havoning qovog'i soliq." Nozima Qodir Aliyevichning kurtkasini oldi. Ilgichga ildi-da, xaltalarga ko'z tashlab, "Hamma narsa bor edi", dedi negadir gap topolmay. "Boriga shukr", javob qildi Qodir Aliyevich. "Bor bo'lsa ham sizlarga bugun o'z qo'lim bilan bir osh qilib bermoqchiman. Oldingi oshdan o'tkaza olamanmi, yo'qmi?" hazillashdi u. Hammalari ichkariga yurisharkan yana Qodir Aliyevich, "Sizni hech kim xafa qilmadimi, Nozima xonim?" deya murojaat etdi. "Yo'q, nega?" Nozima uning hushyorligini bilgani uchun o'ng'aysizlandi. "Biz hozir uchovlan sizni xursand qilib yuboramiz. Shundaymi, qizaloqlarim? Ayam yig'layaptilar", dedi Gulnoza. "Nega yig'laydilar? Siz xafa qildingizmi, qizim?" "Yo'q, o'zlari", javob berdi Gulnoza. Qodir Aliyevichning kayfiyati ko'tarinki, xushchaqchaq edi. U darhol oshga unnab yubordi. Nozima yordamlashdi. Oshxonada g'aroyib, so'lim, odamni xushnud etuvchi vaziyat deymizmi, holat deymizmi, ishqilib shunaqangi xushhavolik yuz berdi. Qozondan qo'y yog'ining jizillagan, ishtahani qitiqlovchi hidi taraldi. Oyoqlar ostida uymalashayotgan qizchalar tetiklanib, chuqur-chuqur bo'lib qolishdi. Qodir Aliyevichning qo'li qo'liga tegmay masalliqlarni qovurarkan, "Nabi Musayevichning fotihasiga kelgan edim. Xo'p, halol odam edi domla", dedi. "Toza odam edi. Eshitib kelmay tura olmadim. Nozima, juda ish ko'p, boshdan oshib yotibdi. O'tgan safar ham siz bilan tuzuk quruq gaplasha olmadim. Qo'shni viloyatni tekshiryapmiz. Rahbarlik, u yerda ishlarning ketishi hukumatni qoniqtirmayapti. Odamlarga ham hayronsan. Senga ishongandan keyin ishongan vazifani qoyillatib bajarmaysanmi? Hamma o'zini o'ylaydigan bo'lib qolgan. Shundan hukumat tashvishda", dedi. "Nabi Musayevichni taniysizmi?" dedi Nozima o'ychan. "Nega tanimay? Bir mahalladanmiz", javob qildi Qodir Aliyevich. "O'g'illari bilan birga katta bo'lganmiz. Dadam rahmatli u kishi bilan tez-tez suhbat qilib turardilar. U kishi haqida ko'p yaxshi gapirardilar. Institutning halol domlalaridan biri", deb. Nozima negadir hayajonli talvasaga tushdi. Demak, Mansurni tanirkanda. Sabr chidamay talmovsiradi. "Hozirgi hokimimizni dadalari shu kishi deyishadi", dedi. Xuddi shu kishi, lekin Qodir Aliyevich negadir to'xtab qoldi va kapgirni aylantirib so'radi. "Qalampirni butuni bor edi-ya?" Nozima 2 dona qalampir yuvib keldi. Qodir Aliyevich uning gapni oxirini kutayotganini his qildimi,
Zokir Nabiyevich boshqa maktabda o'qigan, lekin birga cho'milib yurardik, deya luqma qildi. Men maktabni bitiriboq Toshkentga o'qishga ketganman. Chamamda u shu yerda o'qidi. Yo'limiz hech kesishmagan. Biroz o'ylanib qolgan Qodir Aliyevich gapiga nuqta qo'ydi. Yaxshi odam deyishadi-ku, dedi. Nozima Qodir Aliyevichning taqdiri haqida Risolatxondan eshitgan, uning boshiga tushgan g'am-g'ussalardan xabardor bo'lsa-da, bu gapga ko'ra uni ko'proq Qodir Aliyevichning Mansurni bilish-bilmasligi qiziqtirayotgandi. Bu haqda nima deb og'iz ochishni topolmayotgan chog'da o'zi to'satdan qandaydir ukasi ham bor edi, dedi dudmal qilib. Mana suvni quydik azizlarim, ozgina qaynasin endi. Men bir bet qo'limni yuvib olay. Shunday deb u vannaxonaga kirib ketdi. Nozima to'g'rimi, noto'g'rimi ish qilib Qodir Aliyevich hamma narsadan xabardor ekan degan fikrga keldi. Nima qilsin axir? Bu taqdir. Qozon ustida bo'lib o'tgan suhbat Nozimani ancha talvasaga solgan, o'ylantirgan bo'lsa-da, biroz xushnud ham etdi. Chunki Qodir Aliyevich keldi-yu, yurak bag'rini ezayotgan Nabi Musayevich Mansur bilan bog'liq xotirotlar chekingandek bo'ldi. Qodir Aliyevichning dilkashligi, ko'tarinki kayfiyati, ayniqsa uning bugun shu yerdaligi, borligi, mavjudligi, yonidaligi shunaqangi dalda bo'ldiki, Nozima oxiri tasalli topdi. Tuyqus Qodir Aliyevichga toza kiyimlar berish lozimligi esiga tushdi. Yuragi g'alati bo'lib entikdi. Kiyim bosh olish uchun yotoqxonaga kirdi. Yechilgan shim, ko'ylak, maykalarni ko'rib yuragi hovliqdi. Kiyimlarni tegishli joyga olib qo'yib, Shahnozaning yoniga bordi. U paketni kavlashtirayotgan ekan, "Pomidor", dedi. Hozir qizim, yuvib kesib beraman", dedi Nozima. U oshga salat tayyorlashga kirishdi. Xayol oti esa turli tomonlarga olib qochayotgandi. Nabi Musayevichni o'ylab yuragining qayerdir achishib turar. U bilan bog'liq xotiralar, Mansur to'g'risida o'ylar xiralashdi. Negadir dunyoda yolg'izligi barham edi. Bitta tom ostida birgina erkak bilan yolg'izligi, umuman erkakdan hurkishi chekindi. Xayoliga porloq o'ylar kela boshladi. Hozir o'ziga qandaydir yaqin odam toza yuvinib, kiyinib chiqadi va u tomonga keladi. Kechagina har qanday erkakning yuzi qursin deb yurgan Nozimaga nima bo'ldi? O'zicha bunga sabab izlab qiynalar, ko'nglining yo'rig'iga dosh bera olmasdi. Ayniqsa tug'ish istagi ustun kelar. Mansurga ana shu narsani isbot etmay olamdan o'tib ketgisi yo'q. Odamligiga kushanda bo'layotgan bu tamg'ani uloqtirib tashlab, haqiqiy ayolligini namoyish etish istagi alangadek yonayotgandi. Shu boismi, hayollari hozir ayollikning harir pardasiga o'roqliq sharmu hayoni tepalab tepsib, g'ururiga nisbatan nopisandlik keltirib chiqarayotgandi. Qodir Aliyevich bir yaxshi erkak. Bu ham Nozimaga Alloh bergan inoyat emasmi? Ammo u qanday fikrda bo'lsa, axir erkak kishi yana qirchillama mahali shuncha vaqt ayolsiz yakka yolg'iz yurmagandir. Erkak zotiga ishonib bo'lmaydi axir. Mana qo'yning og'zidan cho'p olmaydigan Mansur o'zga ayolning quchog'ini ko'rganda nima bo'ldi? Iymon, e'tiqodidan kechdi qo'ydi-yu. Balki bu ham shunday Mansurlarning biridir. Bu maskanga kelibdiki, Qodir Aliyevich necha marta kelib ketgan bo'lsa, faqat yaxshi gapiradi xolos. Birorta boshqa belgi bermaydi. Endi sen o'zing suykalasanmi, uyatsiz? Unda odamliging qayerda qoldi? Kim degan odam bo'lasan? Yo'q. Kechirasiz desa-chi. Nozima kulimsiradi. O'la, darrov o'zingni inom qilding-u, rad qila qoldi. Nimalar deyapsan, Nozima? Bu oson bo'lsa ekan. Ikki kishining yulduzi darrov to'g'ri kela qolsa ekan. Xotin to'la dunyoda bitta ayol topa olmay yurgan qancha? Erkak to'la dunyoda munosib er topa olmay yurgan nechta? Xomtama bo'lmang, Nozimaxon, azizim. Dunyoning ishlari shunaqa. U hozir negadir yolg'iz qolgisi, xayollariga qonib yolg'iz yotgisi keldi va shakarobni hozirlatdi, unga tuz sepmay, qizchalarini oshxonada qoldirib, xonasiga yo'l oldi. Qizchalar yaxshi ergashishmadi. Ular qandaydir beg'am, shodon edilar bugun. Kira solib joyiga cho'zildi. Nimqorong'i xonada yana xayollariga erk berdi. Xayollar. Ularning adog'i yo'q. U ming o'ylanmasin, bir to'xtamga kela olmadi. U yoq bu yoqqa ag'darildi, yonboshlari og'rib ketdi. Bu orada Qodir Aliyevich oshni allaqachon pishirdi chog'i, Shahnoza uni chaqirgani kirdi.
yo'lakka chiqishi bilan dimog'iga oshning shirin hidi urildi. Qodir Aliyevich oshni suzayotgandi. Shunda u: "Nozimaxon, negadir g'alati bo'lyapsiz. Menga o'ng'aysizlanyapsizmi?" deb so'radi. Qizchalar qoshiq ushlashib mamnun o'tirardilar. "Menga ahamiyat qilmang, men o'zim shunaqaroq", degan javobni qildi Nozima. "Keling, oshni yeyman-u, men ham jo'nashim kerak", deya qaynoq tovoqni o'rtaga qo'ydi Qodir Aliyevich. Nozima boyagi o'ylaridan uyalib ketdi. Qizardi ham chog'i. Osh paytida Qodir Aliyevichni kuzatdi. U biror marta Nozimaga qaramadi. Qizchalar bilan emlashib, ularning ko'nglini olib o'tirdi. Yuziga qaramay, indamay osh yeyishga majburlab turdi xolos. Nozimaning ishtahasi yo'qligini Qodir Aliyevich sezdi, biroq indamadi. Osh yeyilib bo'lgach, qo'lini artarkan: "Mana endi choy ichamiz", dedi. "Xonamizga kiramizmi?" so'radi Nozima qizchalardan. "Yo'q, dadam bilan o'tiramiz", degan javob bo'ldi. "Ayajonisi aytgan gapni qilish kerak", dedi Qodir Aliyevich qizchalarga tabassum bilan. Qizchalar qovog'ini uyushdi. "Mana maqsadga ham yetdik", gap boshladi Qodir Aliyevich choy ho'plarkan. "Qachondan buyon bir vaqt topib sizlarga osh qilib beraman deb yurgandim", dedi. "Xudoga shukr", dedi Nozima. Qizchalar uning gapini takrorladi. "Mening qizlarim juda esli-da", ularni maqtadi Qodir Aliyevich. "Ayajonlarni hech xafa qilishmaydi. Ayajonlarga ming rahmat. Qani, barobar aytaylik-chi", dedi. "Rahmat, rahmat. Bu yerga kelib juda rahmatni ko'p oldim." Nozima nega bundoq dedi o'zi ham bilmadi, faqat qizardi xolos. Qodir Aliyevichga bu gap g'alati tuyuldi. Nozima nimadandir noroziga o'xshardi. Xavotirga tushib uning ko'nglini topishga urindi. "Siz endi bizning onajonimiz, jonajonimiz, mehribonimiz, bizning sizdan boshqa kimimiz bor-a, qizlarim?" dedi. Nozima ko'zini olib qochib, Gulnozaning boshini siladi va o'ng'aysiz holda gapni boshqa yoqqa burish uchun: "Ishlaringiz yaxshimi ish qilib? Maqsadlaringiz amalga oshadiganmi?" so'radi iymanibroq, xuddi gunohkor odamdek. "Yaxshi", Qodir Aliyevichning ko'zlari ma'noli chaqnab, jismiga jon kirgandek bo'ldi. "Maqsadlarim haqida qayoqdan bilasiz?" dedi. "Sizda qangi odamlar ulug' maqsad, niyat bilan yashaydi. Yana bilmadim-u, menga shunday tuyuladi", dedi. "Siz juda aqlli va oqila ayolsiz. Ichimdagini xuddi ko'rib turibsiz." Qodir Aliyevich xo'rsingandek chuqur nafas oldi va ishtiyoq bilan gapira ketdi. "Bilasizmi, mana siz ham tarixchisiz, shu zamonning odamisiz, shu zaminda tug'ilgansiz. Kim o'z yurtiga, o'z ertasiga befarq bo'lishi mumkin? Bu haqda o'ylamaydigan odam bormi? Ertani kim yaratadi? Bugungi odamlar, ya'ni siz va biz. Biz hozir nima qilyapmiz? Atrofga boqing. Hamma o'zini o'ylayversa, burnining ostini ko'rsa, saodat boylikda deb o'ylasa, qing'ir yo'llarga enib ketaversa, ularni boshqaradigan rahbarlarning o'zi bosh bo'lsa, jamiyatimiz ertaga nima bo'ladi? Hozir hukumat ana shu muammo haqida qattiq bosh qotirmoqda. Xodimlarni o'rniga qo'yish hali hanuz jiddiy masala bo'lib turibdi. Bugun el yaxshi degan odam bir joyga qo'yiladi. Qarabsizki, ertasiga mis chiqadi. Shunday tarixga ega, ko'ngli daryodek keng, million xalqimiz orasida halol odamlar ko'p. Talotub ichida ularni topib, o'rniga qo'yish kattakon muammo. Olg'irlar, surbetlar armiyasi oraga parda tashlaydi. Hammaning boshini aylantiraveradi, tiniq suvni loyqalatadi. Qarabsizki, yana nopok odamlar xirmon tepasida. O'shalarning aytgani aytgan, degani degan. Holbuki buni xalq ko'rib turibdi. Umid qilib turibdi. Xalqning ertangi kunga ishongisi keladi. Butun boshli korxonada bitta tirrag'i hammaning qo'lini ishdan sovutadi. Toki uning o'rniga halol va pok odam kelgunga qadar qancha suvlar oqib o'tib ketyapti. Ustiga ustak o'sha tirraqi kurmaklarning soni oz emas. Buni birgina farmon yoki qaror bilan yo'qotib bo'lmas ekanda. Ular katta armiya. O'tgan safar do'stlar bilan bu haqda uzoq gaplashdik. Eshitib ham turdingiz, dedi Qodir Aliyevich. "Ha, eshitdim", tasdiqladi Nozima. Uning jon deb tinglayotganini bilgan Qodir Aliyevich yanada to'liqib gap boshlagan edi. Nozima uzr ishorasini qilib, esnayotgan qizchalarni xonasiga boshlab ketdi.
Qaytib kelganida Qodir Aliyevich o'rnidan turib olgan, jag'ini tutamlaganicha oshxonada u yoqdan bu yoqqa yurayotgandi. Nozima kirishi bilan u shu qadar qizishib gapirib ketdiki, o'zi bilgan barcha tarixiy shaxslar, mamlakatlar, illatlar, ularning turli tuman rivojlanish tarixi to'g'risida chakana raqam va fikrlarni aytib tashlamadi. O'zbekistonning davlatchilik tarixiga to'xtaldi, yurtning asl farzandlari haqida yonib gapirdi va xulosa yasay boshladi. Qisqa muddatda qarang, qancha o'zgarishlar yuz berdi. Yurtimiz chiroy ochdi. Xudo xohlasa, ertaga bundan-da yaxshiroq bo'ladi. Shunaqa Nozimaxon. Gaplardan Nozima mazaxlab taskin topayotgandi. Qani endi hamma Qodir Aliyevichga o'xshasa derdi u ichida g'urur va samimiyat bilan. Yuragida ana shu samimiyat yana qandaydir o'tkirroq, alangaliroq hissiyotlarni harakatlantirmoqda ediki, Nozima shu odam bilan hamnishin, unga aloqador yashayotganidan ajib bir his tuyayotgandi. Qalbining qat-qatida, qayeridadir, qandaydir sehrli qaror bo'y ko'rsatib kelar. U uniki, shundayin aqlli, halol, pok, bilimdon, jonkuyar, xalqparvar, kuchli odam uniki. Faqat u qarshilik qilmasa bo'lgani. Yo'q, endi qarori qat'iy. Qarshilik qilganda ham u Nozimaniki bo'lishi kerak. Bo'shashganni dunyo suymaydi. Mundoq o'ziga kelsa, Qodir Aliyevichga tikilib qotib qolibdi. U ham og'zini nim ochiqligicha tikilib qolgan. Nozima shaydolik bilan tikilib qotib qolganimni u kishi sezdi deb o'yladi. Bexos o'rnidan turdi. Nima qilarini bilmay chakka haqida o'yladi va bulbul ko'tarib tashqariga yo'naldi. Nozima kirganida Qodir Aliyevich kiyinayotgandi. Nozima ostonada to'xtab qoldi. Kurtkasini ham kiyib bo'lgan Qodir Aliyevich "Shunaqa gaplar, shunaqa ishlar" deya Nozimaga yaqinlashdi. Endi Nozima uning lablariga barmog'ini bosdi. "Ketmang, iltimos", dedi-yu titrab ketdi. Shu zahoti bu hayajon Qodir Aliyevichga ham ko'chdi. Nozimani titrayotgan ko'ksiga tortdi. "Haydamaysizmi endi?" shivirladi erkak ovoz. Haroratli yuzlar bir-biriga tega boshlaganda ayolning quruqshagan lablari hech qachon deyishga zo'rg'a ulgurdi. 42-bob. Inson mehrga zor ekan. Qo'sha qarisin degani hikmat ekan. Juftlik saodat ekan. Yolg'izga dunyo tor ekan. Mehrdan o'liktirilsa kerak. Insonning tirikligi tirgaklikdan. Ey Xudo, insonni hech yolg'iz qoldirma. Yolg'izlikdan o'zing asra. Boylik berma, mayli, mehr ber. Har kimning bitta ishongani bo'lsin. Dunyoni faqat mehr asraydi xolos. Faqat sizdan oldin ketay. O'ldirsa, juft o'ldirsin. Bag'ringizga kirib ketsam, sizni hech kimga bermayman. Qayerda edingiz? Sizchi? Onangiz menga tuqqan ekan. Sizni? Hozir u lochindek uchib keladi. Ha, u lochinim mening. Tungi lochinim. Ming charchasin, ming qiynalsin, u baribir uchib keladi. Bu gaplar, bu so'zlar 100 bora, 1000 bora uchadi juft lablardan, o'tli dudoqlardan, totli nafaslardan. Bu tot dunyoda yo'q. U faqat jannatda bo'lishi ehtimol. Namuncha vaqt imillaydi. Darvoza ochila qolsa-chi? Nega hamma yo'q go'zal? Buncha tarovat, buncha nafosat qayda edi? Buncha g'am, anduhlar qani? Nozima aniq tug'adi. Bundayin payvasta mehrning shaksiz mevasi bo'ladi. Nozima tez-tez qornini ushlab qo'yadi. Aniq. Orziqish xotirjamlikdan, quvonishdan, masrurlikdan, ishqdan, bo'lg'usi onalikdan, hissiyot alangasi yangi payvastalikdan, oshkoralik, bo'yin qismaslik, egalik, nikohdan, o'rnatish, tutashishning vaqtinchaligidan. 2 marta sevish mumkinmi? Demak mumkin. Qaysi biri chin? Oxirgisi. Endi bunisi abadiymi? Ha, abadiy. Sharpa, ro'yo. Yo'q, chin ekan. Chin ekan Risolatxon. Nozima xayolot dunyosidan suzib chiqdi. O'ylar. Xayollar, shirin xayollar. O'shandan beri shunaqa. O'sha kuni erta sahar Qodir Aliyevich shoshilinch nikoh o'qitib ketdi. Rasuljonni chaqirdi.
qo'shni mullani olib kirishdi. Birpasda nikoh o'qildi. Domla chiqib ketgandan so'ng Rasuljon ikkovi bir daqiqa gaplashishdi. Keyin osh bo'ldi. Rasuljon o'zi istaganlarni, Risolatxon o'zi xohlaganlarni chaqirdilar. Kuzatishayotganda Rasuljon "Bu hali xamir uchidan patir" dedi. "O'tiraverasizmi? Voy, xotinlar qarab turibdi-ya." Risolatxon yaqinroq keldi. "Og'irlashib qoldingizmi?" dedi kuldi. Keyin "Turing, bo'ling, azaga kirib chiqamiz" dedi. Nozima boshiga ro'mol tashladi. 7 xotin azaga kirib borishdi. Ro'mollarining uchini tishlab olishdi. Aza mahallaning pasrog'ida ekan. Yangi soat 3 ga chiqarilarkan. Nozimaning qo'llari cho'zilgan ko'p qo'llarga tegdi. Hamma o'z holicha yig'laydi. Mayit o'rtada yotibdi. Iyagi bog'liq, boshida do'ppi. Yonida adoyi tamom bo'lgan bir xotin. Sochlari oppoq, qisqa nafas olib hiqillagan, ko'z yoshi qurigan, bitta tomchi chap yonog'ida qotgan. Ko'zi bir nuqtaga tikilgan, harakatsiz. Mayit. Labi qattiq qimtilgan, yuzi burishgan, sarg'imtil. Faryodlar birdan kuchaydi, so'ndi. Yana Nozimaga yig'i kelmasdi. Mayit birdan Nabi Musayevichga aylandi. Keyin onasiga aylanib qoldi. Keyin otasiga. Bir ayolning yetovidan o'ziga keldi. Bitta o'zi dodlab yig'layotgan ekan. 6 ayol qaytishdi. Ayollar yo'l bo'yi nimalarnidir gapirib kelishdi. Nozimaning qulog'iga hech nima kirmadi. Uyga kirdi. O'zini karavotga tashladi. Rosa yig'ladi. Keyin hamma narsa yo'q bo'lib qoldi. Qarasa nariga dunyoda yuribdi. Onasini izlayapti. Ana onasi yasani bopti. Faqat mening yonimga kelma deyapti. Nega? Bir vaqt Qodir Aliyevich uning barmog'iga uzuk taqiyapti. Uzoqdan, juda uzoqdan. Nabi Musayevich u tomon kelyapti. Uyg'onib ketdi. Sovqotibdi. Sovuqda kelgani uchun bo'lsa kerak. Tushini eslashga urindi. Yana uyqu oldi. Tursa qizchalar maktabdan kelishib, yonida uxlab qolishibdi. Uyqusirab ancha bo'shashib o'tirdi. Azadan ilashgan ko'ngil yarimligi yozilib ketibdi. Xayolat dunyosidan ham qutulibdi. Shunaqa dunyo ekanda, birov tug'iladi, birov o'ladi. Ovqatga unnasammikin? Biroz tursinchi, balki Qodir aka kechagidek, "Ha, bugun pishirilgan baliq olib kelaman" degandi. 43-bob. Aza bilan to'y yonma-yon. Kechagina Mansurning otasini qirqi o'tdi. O'tganda ham Kanizaga umuman aloqasizdek o'tdi. Uning bu yerda kechayotgan hayoti qiziq. Agar Mansur eri bo'lsa, u uning oilasi, qarindosh urug'ining issiq sovug'iga aralashishi kerak. Yo'q, aralashmaydi. Kaniza hatto oilaning boshqa a'zolarini tanimaydi. Qaynotasini, qaynog'a, qaynosingillarni ko'rgan ham emas. Bilgani shu bittagina Mansur. Umuman ular o'zlari bir-birlarini biladimi? Bordi keldi qiladimi? Kanizani bundan ham xabari yo'q. Eri bilan hatto ular haqida gaplashmaydilar. Qiziq hayot. Mana qaynotasi o'ldi. Mansur uni borgizmadi. Bir og'iz aytganda keragi yo'q degan javob qildi. Nechta izdihomi o'tdi. Bittasiga qadam ranjida qilgani yo'q. Mansur o'zi boryaptimi? Buni ham bilmaydi. Bu qanaqa hayot bo'ldi? Chinakam xafa bo'lay desa, bir narsa bordirki, Mansur shunday qilayotgandir. Mayli, shuning ko'ngliga boqa qolay deb o'ylaydi. O'zining yog'iga o'zi qovurilaveradi. Mansurga tez-tez bunaqa narsalarni eslatib turadi. U miq etmay qarab turaveradi. Na ha deydi, na yo'q. Mo'ltayib turib javob qilmaydi. Vassalom. To'g'ri, Kaniza bu narsalarga ham ko'nikib qoldi. Shunday bo'lsa, shunday-da deb yuribdi. Baribir inson-da, o'ylaydi. Mansurdan biror narsani tuzuk quruq surishtira olmaydi ham. Iymanadi. To'g'rirog'i qo'rqadi. G'alati, indamas, sirli odam. Ammo Kanizaga tik boqib, qovoq tumshuq yoki po'pisa qilmaydi. Kaniza o'zi shunaqa deb o'ylasa kerak. Yana kim biladi? Erkalatganda, suyganda xo'p ochiladi. Boshqa payt ko'pincha shunaqa. Xarakter, biroq Kanizaning ko'ngli to'q. Uning ko'ngliga boqib biror marta oldingi turmushidan og'iz ochmaydi. Nomini ham atamaydi. U ham o'ziga ishongan, g'ururini ehtiyot qiladigan xotin ekan.
yo'q bo'lib ketdi. Agar muttaham bo'lgandami, shuncha boylikni, pulni, uyni ko'rgan xotin tek qarab o'tirmasdi. Suvga cho'kkan toshdek yo'q. Mansur uzoqqa ketmasa, bir kun ham uydan boshqa joyda tunamaydi. Ayol payolga ilakishgani mutlaqo sezilmaydi. Indamaslikka-yu indamas, ammo Kaniza nima desa yo'q demaydi. Erkak kishining shunaqa sirli bo'lgani ham tuzuk. Har narsaga aralashaveradigan majmayasidan Xudo saqlasin. Yoki Samatga o'xshab erkakligidan boshqa hech vaqo qo'lidan kelmaydiganidan asrasin. Kecha qishloqda jiyaniga to'y bo'layotganini aytdi. Yaxshi, to'yona qilib borib keling. Nima kami bor ekan ayting, dedi Mansur. O'zi ham bormasmikan deb ko'ngliga qo'l solib ko'rdi. Borardim-ku, juda ish ko'p. Boshqa bir yo'qlab borarmiz, degan javob bo'ldi. Mana, bugun Kaniza jo'nab ketyapti. Qishloqqa bormaganiga ham ancha bo'ldi. Borib nima ham qilardi? Hamma bir dardini aytadi. Har baloni Mansur akasiga aytaversa ham to'g'ri kelmaydi axir. Qarindosh urug'iga, odamlarga qo'lidan kelganicha yordam qildi. Yana nima qilsin? To'yona sovg'a salomlarni yaxshilab tayyorlab oldi. Odmi kiyimlarini kiydi, birorta ham taqinchoq taqmadi. Negadir ko'ngli shunday qilishini aytayotgandi. Boylikni shuncha ko'rdi, taqinchoqlar to'lib yotibdi. Qishloq bob bora qolay dedi. Ahmadni qizini yur desa, o'qishim bor deb unashmadi. Kenjani bunaqa sovuqda olib yurmagani ma'qul. Bu yil kuz negadir juda sovuq keldi. Sovuqdagi to'yda bolalar nima qiladi? Tugullarni olib yakka o'zi mashinaga chiqdi. Aslida Matizda ham borgisi yo'q edi. Jiguli-biguli bo'lsa ham bo'laverardi, mayli endi. Haydovchisi epchilgina ayol, ehtiyotlab yo'l topib mashinani boshqarib bordi. Yaxshi, yo'lning yarmi qishloqqa kiraverishdan boshlab yangi asfaltlangan ekan. Kaniza avval otasinikiga to'xtadi. Hech kim yo'q. Hamma to'yda. So'ng to'yga yo'l oldi. To'yxonaning oldi gavjum edi. Kaniza yetib kelib to'xtashi bilan Matizni bolalar o'rab olishdi. Biri "Vo, zo'r-ku a" desa, ikkinchisi tortinmay netmay "Shopira xotin kishi" deb baqirardi. Kaniza mashinadan tushib ulgurmay bolalarni nari-tur qilib, Matizni kattalar o'ray boshlashdi. Taraddudlanib turgan Kanizaning joniga ichkaridan xuddi poylab turganday yugurib chiqqan o'ktambi oro kirdi. Go'yo joni jahoni kelganday hovliqib, mashinadan tugullarni olishib, Kaniza bilan haydovchi ayolni ichkariga boshlashdi. To'yxona to'polon edi. O'ktamba boshlagan tomonga yurishdi. Kanizaning ko'zi to'yboshi kelinayasiga tushdi. U Kanizaga yalt etib bir qaradi-yu, atay ko'zini olib qochgandek o'z yo'nalishida davom etdi va ro'parasidagi xonaga kirib ketdi. Mayli, to'ychilik deb o'yladi Kaniza va onasi ortidan qolmadi. Tugullar bilan dasturxonchi o'tirgan xonaga kirdilar. Ularni shu yerda qoldirib O'ktambi g'oyib bo'ldi. Birozdan so'ng to'xta bilan go'yo aytishayotgandek olishib yana paydo bo'ldi. Kelinayasining avzoyi unchalik yaxshi emasligini Kaniza sezdi. Pishillab yetib kelgan to'xta Kaniza va haydovchi bilan salom-alik qilib, chap tomondagi eski uyga boshladi. U yerda xotinlar ko'p. Kaniza dadil kirishga iymanib, ostonada to'xtab qoldi. To'xta o'zimiznikilar deya uni kirishga majburlar. Kanizaning esa negadir yuragi orziqib, ichkari kirgisi kelmasdi. Shunda yana O'ktambi joniga oro kirib, "Mana bu joyga kira qolaylik" degancha dahlizga boshladi. Kaniza haydovchisining qo'lidan tutgancha dahliz tomon intildi. Dahliz bo'sh, ammo besaramjon. Yig'ilmagan dasturxon, idish-tovoq, qoldiq ovqatlar, dumalab yotgan shishalar har tomonga sochilib yotardi. Kaniza haydovchisidan uyaldi-yu, biroq ko'pchilikning oldiga kirishdan shu yer ma'qul deb topdi. O'ktambi ikkovlon tezda xonani biroz tartibga keltirishdi. Ana shundagina mistovoqda non ko'targan kelinayasi kirdi. Qaytadan salom-alik qildi. "Qishloqchilik qursin", dedi u. "Odamdan ko'pi yo'q, mundoq xizmat qiladigan topa olmaysan", dedi. "Bolam, siz ishingizni qiling, bu yog'ini menga qo'ying", deya yengni shimardi O'ktambi va to'xtani boshlab chiqib ketdi. Hashpash deguncha dasturxonni tuzatdi, choy olib kirdi. Ora-orada ko'ngli ko'taruvchi luqmalar topib gapirdi. Xullas, mehmonlarning ko'nglini olishga urindi. Bir piyoladan choy ichilganda, "Sarpolarni olib kelay" degancha dasturxonchining yoniga ketdi. Qaytib keldi-yu, "Nazaring och bo'lma, yo'l allaqachon to'xtab chiqib ketibdi", dedi. "Tek qo'ying, aya, o'shanga olib kelganman", javob qildi Kaniza qo'l siltab. "Ichida sizga bir kiyimlik, dadamga ko'ylak, do'ppi bor edi",
Berar, dedi. O'rtoqlaring oldinga kiramiz deyishyapti, so'radi O'ktamba. To'xtab turishsin, hali siz bilan tuzuk quruq gaplashib olganimiz yo'q, ularga ko'zim uchib turgani ham yo'q, dedi Kaniza. O'ktamba qizining kayfiyatini tushundi. Hazil mutoyiba qilib vaziyatni o'nglamoqchi edi, ahdidan qaytdi. E'tiborsiz gap qotdi. To'xtangizni qo'ying, to'yini qilsin, gapni bo'ldi Kaniza. Shu payt So'pi, akasi, ukasi to'planishib, Kaniza bilan ko'rishgani kirishdi. Gap so'zlar, salom alik unchalik qovushavermadi. Akasi ham, ukasi ham allaqachon ichib olishibdi. Ular chiqib ketishdi. So'pi biroz o'tirdi. Haydovchidan xijolat chekdimi, yerga qarab o'tirgancha bir piyola choy ichdi. So'ng u ham qo'zg'aldi. Kaniza avvaliga hayron bo'ldi. Nega keldim shu to'yga deb ham o'yladi. To'ychilar faqat o'zlari bilan ovora edilar. To'g'ri, Kanizaga ular poypatak bo'lmasinlar, biroq negadir munosabatlar boshqacharoqqa o'xshardi. Balki Kaniza o'ziga og'irroq tosh qo'yayotgandir, hurmat talablik qilayotgandir. Yo'q, baribir ilgarigidan negadir vaziyat boshqacha. Ilgari keyin asli Kaniza to'xtanikiga kelmasdi. Birinchidan jini suymasdi. Harsillab ovqat yeydigan, hadiganda piyoz to'g'rab yeyaveradigan, ochofat govmishdek pishillab yuradigan bu semiz xotinni u suymasdi. Buni sezarmidi, keliniyasi ham tuzuk quruq keling-keting qilmasdi. Akasi kambag'al, bolalari ko'p. O'zlari o'lib tirilib aravani zo'rg'a tortishar, yillab qora ko'rsatishmay gumdon yashashardi. O'ktambining pichir-pichir, visir-visiri ta'sir etib, Kaniza suyab yubordi. To'xta, O'ktambining yoniga qatnayverib, tovoni yirtildi-yu, ammo tuppa-tuzuk bo'lishib oldi. O'ktambi keltirib bergan pullarga mol olishdi, qo'y olishdi, ish qilib birni ikki qilishdi. So'pilar oilasini Mansur qo'llab yuborgandan keyin tayanchga ega bo'ldilar. Hashpash deguncha to'xta odam bo'lib qoldi. Narsa undirish ilinjida yana O'ktambini shaharga, qizingizning oldiga olib boring deb bezor qilayotganini bilgan Kaniza bunga ro'yxushlik bermadi. Onasining gaplariga parvo qilmadi. Hamma to'planib bu yerga kelavermasin deb o'yladi. Yo shuni qasdini olyaptimi hozir to'xta. Yana kim bilsin. Tashqarida musiqa bir to'xtar, bir avj olar. Baqiriq-chaqiriqlar undan-da oshib tushayotir. Kaniza derazadan tashqariga qaradi. Musiqa boshlanishi bilan to'planib olgan olamonlar harakatga kelar, hamma o'yinga tushar. Tavba, o'yin ham bo'lsin. Mundoq ilgarigi o'yinlarga o'xshamas. Kanizaning nazdida maymunlar bazmiga o'xshar. Har kim o'z maqomi bilan yo'rg'alar, qishanglar. Musiqa to'xtagudek bo'lsa, hushyorlari "Bo'l, chol" deya baqirar. Kayfi taroqlari esa hamon o'zicha musiqa ohangida o'yinni davom ettirardi. Hangoma, g'irt hangoma. Hangoma deyish ham qiyin bu ko'rinishni. 2-3 yilda nahot qishloq shunday bo'lib ketgan bo'lsa. Hozir hamma jipir-jipir bo'lib ketgan, dedi O'ktamba. Nomi to'y bo'lsa-yoq bo'ldi. Choyxonachi bilan oshpaz ham qo'liga choynak, kapkir o'rnida irg'iyveradi. Kaniza, sen ketganingdan beri qishloqdagilarning barini raqqos qilib yuborganman. Tashqariga chiqsang, hozir varzangni qanday o'yin chiqib qo'yganimni ko'rasan. O'ktamba hihilab kuldi. Kanizaning rangi o'zgardi. Ular ham kelishganmi? Bezovta so'radi u. O'ktamba qaltis gap qilganini sezdi, darhol "Ularga balo bormi bu yerda?" dedi. "Hazil bilasan-u, varzang tilimni uchida turadi. Ular bilan qiyomatlik yuz ko'rmas bo'lib ketdik, qizim. Sizga qiyin bo'pti-da." Kelganidan buyon ilk bor hazilga o'tdi Kaniza, biroq tez jim bo'ldi. Qayoqqa qiyin bo'ladi Kaniza? U bo'lmasa men ko'chasini changitib turibman. Aya, Nargiz ko'rinmaydi? Opasini so'radi Kaniza. Boshliq bo'lgandan beri ushab bo'psan uni. Ertalab kelib edi. Keyin hokimning xotinini olib kelgani ketibdi, dedi O'ktamba. Saodat nima? Qayerga? Ha, shu yerga-da, to'yga, dedi O'ktamba. U nima qiladi bu yerda? Akamnikida. Hozir akang kichkina odam emas, boyvachchalardan bittasi. To'xta, Saodatni kutyapti-da, hech narsa ko'ngliga sig'may. Opang olib kelarmish, dedi O'ktamba. Dedi Kaniza. Seni yangi uyga kirgizmagani kelsa, birga o'tirishadi deyotgandir-da. Yangi uyning bitta xonasini rosa yasatib, parquvlarni qo'yib dasturxon tuzatgan.
tillarang obdastalarda qo'liga issiq suv ushlab to'xta kutib o'tiribdi. O'lgur senga poyandoz solmadi, unga poyandozlargacha tayyorlab qo'ygan. O'ktambi biroz dudulandi-yu keyin davom etdi. Hozir ular ham kelib qolishadi. Opang seni menga tayinladi. Biz kelguncha ketib qolmasin dedi. Kaniza onasi yolg'on gapirganini sezdi. Yuz berayotgan voqea hodisalarga hayron edi u hozir. Opasi-ku o'zi shunaqa. Borgan sari Kanizaning yuragi siqilar, bu yerdan tezroq jo'nab qolishni istardi. Sinfdoshlari oldiga kirish uchun bir-ikki izn so'rashdi, ammo Kaniza xohlamadi. "Aya", dedi bir vaqt Kaniza. "Uyga borib birpas gaplashib o'tirsak, keyin men ketsam", dedi. "Voy, odamlar nima deydi, qizim? To'y bizniki axir", qarshilik ko'rsatdi O'ktambi. "Hamma seni kelganingni bilib turibdi. To'y bo'lsa mana, to'yni ham ko'rdik, baribir ketishim kerak", dedi Kaniza. "Ukang ko'rgani yo'q seni hali. U qayoqda yuribdi?" so'radi Kaniza. "Zaksda kelinlarim kirib ko'rishgani yo'q. Shu yerdami ular? Ha, quda bo'lib ketishgan." O'ktambi nimadandir xijolat bo'lib qo'zg'aldi. Tashqari chiqqanidan xiyol o'tdi-yu, xonaga Kanizani ko'rishga qator-qator tashriflar boshlandi. Kirayotganlar asosan xotin xalaj, qizlar, kelinlar, sinfdoshlar edi. Har biri aytgan gap so'zlar Kanizaning qulog'iga kirar kirmas, ammo Kaniza ular bilan ishtiyoqsiz ko'rishar, tag'in oliftagarchilik qilyapti degan o'yga borishmasin deb harakat qilardi. Kiruvchilarning yoshi o'tgani o'pkalar, sinfdoshlar hazil-huzul qilishar, yoshlar negadir Kanizaga angrayib tikilishardi. Oxiri ayollardan biri: "Muncha ham chiroyli bo'lib ketibsiz-a, Kaniza? Boy badavlatlilik kampirni his qiladi-da", dedi kulib. Ikkinchisi: "Baxtingiz bor ekan, qo'shganingiz bilan qo'sha qaring", deya yuziga fotiha tortdi. Uchinchisi: "O'g'ilchalar qulluq bo'lsin", dedi. Keyingisi: "Nechta bo'ldi?" deb so'radi. Boshqasi: "Eringiz ministrmish-a?" dedi. Yana bittasi: "Bizga ham qarashib boring", dedi. Yana biri bo'lsa: "Bizni unutib qo'ymang, sinfdosh", dedi. Narigisi: "Bizni ham nasidaqa kuchaytirib bor endi", deya luqma tashladi. Kaniza gangib qolayozdi. Nazarida ham qishloqlari, qarindosh urug'larning bu e'tiroflari ko'nglini ko'targandek, anavi haydovchisi yonida nufuzini oshirgandek bo'lsa-da, yuragiga o'rnashib olgan dilg'ashlik hadeganda uni tark etmayotgandi. Ko'rishgani kirganlarning ko'pchiligi chiqib, uyga issiqqulik oz-moz odam qoldi. Buning ichida sho'rva keltirishdi, choynaklar ko'paydi. Dasturxonga yana ulbul to'kildi. Kanizaning ko'ngli biroz yorishgandek ham bo'ldi. Ko'ngliga o'rnashib turgan begonalik, qandaydir uyalish hissi biroz barham yedi. Oz muddat bo'lsa-da, mayda-chuyda gaplar bilan andarmon o'tirdi. Tashqarida olamga shovqin solayotgan talotub musiqa birdan tindi. O'tirganlardan ikkitasi irg'ib turdilar va "Keldi" deya tashqariga otildilar. Darhaqiqat, kutilgan mehmonlar kelgan edi. Hammaning nigohi ularga qadalgan. Ayvonga yetar yetmaslaridan to'xta lovullagan poyandozni yozib yubordi. Nargiza bilan Saodat ichkariga o'tdilar. "Aya, men ketaman", dedi Kaniza xonaga qaytib kirgan O'ktambiga taraddudlanarkan. "Xafa bo'ldingmi?" dedi. "Nimaga xafa bo'laman? Mana to'yga keldim, ko'rdim, sizni ko'rdim, dadamni ko'rdim. Endi men boray. Kuyovingizni bilasiz-ku", dedi. "Men hozir", dedi yana shoshib qolgan O'ktambi. "Tuguning." Qo'ying aya tugunimni, siz olib qo'yaverasiz." "Qizim, bir nimani..." O'ktambi chaynalganday bo'ldi. Bir gapni so'ragisi keldi shekilli deya o'yladi Kaniza. Bu vaqtda u paltosini kiyib tashqariga yurgan edi. Mayli, tashqarida onasidan so'ray qoladi. Mashinaga o'tirayotib onasining og'zini poyladi. O'ktambi o'ksingandek g'alati qarab turdi. Biroq qayta gap ochmadi. Yo'l-yo'lakay Kaniza tug'yonli va to'zonli, noma'lum o'ylar girdobida qoldi. Birinchidan, nega uning ko'ngli kir? Uydan chiqib ketayotib, qishloq, u yerdagi qarindosh urug', qo'ni-qo'shni, mahalladosh, sinfdoshlari haqida o'ylagan edi. Xayoli davomida biror dilxiralik ko'zga tashlangani yo'q. Faqat Samatning urug' aymog'ini ko'rmasam bo'ldi deb o'ylardi. Ular to'yda yo'q ekan. Biroq to'yxonaga keldi-yu, keldi emas,
Yaqinlashayotgandayoq tizzalaridan mador ketgandek bo'ldi. Nega u to'yxonaga yetishi hamanoq hammadan, har bir narsadan uyalish hissini tuydi? Nega? Hatto to'yga kirgisi kelmay qoldi. Qayergadir biqinib olgisi, hech kim bo'lmasa-yu yakka yolg'iz o'tirgisi keldi. Bu odamavolik nimadan bino bo'ldi? To'xtaning munosabatidanmi? Yo'q. To'xta. O'sha To'xta. U bilan hisoblashib undan xafa bo'lib o'tirishning hojati yo'q. Tuyqus Kanizaning xayoliga dahshatli fikr keldi. Mansur akasi yoki qaynag'asimi? Tuf, dedi Kaniza birdan ko'ksiga tuflab. Xudoning o'zi asrasin. Haydovchi ayol bir tomoq qirib qo'ydi. Uning peshoynadan bir qaraganini Kaniza sezmadi. O'y xayoli bilan tamoman band edi. Ayam bir narsa demoqchi bo'ldi. Bu o'y ham boshiga yana gurzidek urildi. Xavotir yuragi tars yorilib ketaman deyayotgandi. Uning dukurlayotgani aniq eshitilar, nafasi qisib kelar, peshonasi sovuq namchilardi. Orqaga qaytamiz, orqaga, deb yubordi u, go'yo bir falokat yuz bergandek. Haydovchi babat cho'chib tushdi. Kaniza haydovchini, ya'ni muhabbatni erkalab babat derdi. U Matiz'ni chiyillatib ortga qaytardi va shu zahoti Kanizaga o'girildi. Tinchlikmi? Sizga nima bo'ldi? So'radi u mashinani sekinlatib. Hech narsa bo'lgani yo'q, faqat bir narsa esimdan chiqibdi. Hansirab javob qildi Kaniza va o'qchidi. To'xtaymi? Tashvishli so'radi haydovchi. Yo'q, qaytdik, uyga haydang, degan javob bo'ldi. Mashina yana ortiga qaytdi. Nega bunday qildim? Yana o'ylay boshladi Kaniza. Boshini to'laligicha suyanchiqqa tashlab. Menga nima bo'lyapti o'zi? Xo'sh, ayamdan nimani so'ramoqchi edim? Bu savolga Kaniza javob topa olmadi. Beixtiyor qornini ushladi. Ishqilib baxting bilan tug'ilgin deya pichirladi uning quruqshagan lablari.